Mana mikrofonimiz tushib ketib bo'lindi. Auzubillahi minash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ey qabr ahllari, albatta sizlar bizdan oldin kelgandirsizlar. Qiyomat qiyin yaqin kunlarda biz ham inshaalloh birga bo'lguvchimiz Alloh taolo hammamizni yorug' yuzda uchratsin. Mana salkam 1 yildan beri kelib, mana Allohdan so'rayapman, kuniga kelaman. Faqat shularni jannati bog'chalaridan qilsang bas. Ustozimga tayinladim, batta domlalar ko'p, hammasi 10tadan qilib qiyomatga tayinlasin dedim. Alloh bilan kelishib oldik, Xudo xolasa bilan bilan 15 kunlik oyday qiyomatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida Alloh mana o'zing shahidsan, o'zingni oldingda shunaqa qilib tirtirgin yo Rabbiy. O'tinib so'rayman. Otajonim, onajonim yotibdi, aytdi, "Balli o'g'lim, balli. Samna faxrlarimiz shu yerda hammasi men duo qilyapti. Domlami ayting. Domlajon rahmat o'rgatganingizga. Alloh rozi bo'lsin, qabrlaringizni nurga, jannati bog'chalaridan qilsin. Hammasiga Parvardigor shu yerda azob bo'lmasin, iltimos Rabbiy. Qiyomatgacha o'rgatinglar. 15 kunlik oyday qilib. Mana bugungi suhbatimiz gazetada bir 4 yil yaqida o'qigan edim. Mana ko'p joyga kiraman. Kirib 3 kun Allohning yo'lida pul talab qilmayman, ijtimo talab qilmayman. Alloh bilguvchi. Endi majburlasa beram, olaman. Yetim yesillar bor, shularga beraman, ro'zg'orimdan o'tsa. Cho'pimdan o'tsa. Shuna qilib nos olib chekar edik. Xudoga shukr, Alloh menga bildirib qo'ydi. Qo'y boqib yurgan edim, buni hamma eshitgan yaxshi. Bir odam yigit kelib, "Siz ham namoz o'qiysizmi?" "Ha?" "Chala bilan o'qiymiz biz ham o'g'lim." "Ha, tinchlikmi?" Shunaqa mayta ta'ziya bo'lganida salkam bir piyola deydi, nos shipirib oldi deydi. Men o'sha muftiylarga, nimalarga, yuqori Toshkentlarga, vazirlarga yozib berganman. Endi masalada aytinglar shuni. Nos cheksa tahorat ketadi-ku. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida o'zi nos chekib ketyaptimi? Ichkilik ham xuddi shuni singari ichilib Qur'on o'qilavergan ekan. Astag'firullah. Shunda bitta harfdan adashilgandan keyin sizlarga yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deyapti, batamom harom qildim. Sizlarga foydasidan ko'ra ziyoni ko'proqdir deyapti. Fatvo chiqdi-da unda, mana bizga ham 2-3 yil bo'ldi fatvo chiqqan, harom deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdilar, bizda buzruk degan narsa tayinlanadi, harommi dedi. Rasululloh deb betiga qarab turib, kayib qiladimi dedi. Yo'q, kayib qilmaydi dedilar. Qizartiradimi dedi. Han dedi, harom dedi. Noschi nos. Nos nimalar qilmaydi odam, ha? Va 52 yil chekdim. Shuni eshitganimdan keyin tashavarishga ahd qildim. Xudoga yolvordim, mana salkam 1 yil bo'lyapti. Shu narsani og'zimga olmayman. Ey, hamkasabalar nos chekadiganlar. Chekib tufurib kirmaylar, tahorat ketadi. Xuddi ichib kirib ketganda bo'ladi-da. Gunohda katta kichigi yo'q, ehtiyot bo'laylik. Allohning huzuriga boramiz. O'ja ko'rsin, bo'lmasin ishlarimiz. Chekmang, iloji bo'lsa menga o'xshab tashavering. Onamni qonidan men chekib tushgan yo'qman-ku inshaalloh. Bugungi suhbatimiz onajonlarimizga, opajonlarimizga bo'ladi. Shu 3-4 yil yaqida qaysidir bir gazetada o'qigan edim. Menga o'xshagan bir yigit qabrlarga kelib, Qur'on o'qib, aylanib, "Mana men xohlagan xonamga kirib ketaman, menga ishonishadi, ochiq tashab ketadi, menga ishonib. Uyqum kelsa dam olaman 1/2 soat, 1 soat." Ashuna bo'lib kirib qolib, bu yigit uxlab qolgan ekan. Shu qabristondagilar hammasi nimalar bo'lib o'tirishib olganimish. Hali ayol o'rtada o'tirganimish, hammasi oq ustuvashda.
oq sutvoshda hammasiga ovqat tushyapti kastrulkada, og'zi ochiq, hovuri bilan. Bir necha bor hali kastrulka bek tushibdi, xafa bo'libdi, hammasi xafa bo'libdi. Aytdi, "Hey yigit, iymon e'tiqodli yigit ekansiz. Mana shu masalan, mana Arab qishlog'ini O'rikzor ko'chasida bir ayol qazo qilgan edi, 4 ta 5 ta qizlari tinmay cho'y to'roydan beri yig'layapti. Zikr ham qilishmayapti. Siz buni yetkazing debdi. Uyg'onib ketsa tushi hayron bo'libdi. Sekin boribdi, o'sha mahallani topib, haqiqatdan surishtirsa o'sha qizlar nomi to'g'ri chiqibdi. Shunaqa debdi, "Men endi xafa bo'lmanglar, o'sha yerda uxlab qolgan edim, shunaqa ekan. Yig'layapsizlarmi?" desa, "Ha, yig'layapmiz. Endi yig'ini to'xtatib, Rasulullohga va onalaringga o'sha qabristondagilarga hammasiga salovat aytar ekansizlar. Salovat aytsalaring yaxshi bo'lar ekan. Ovqati bek tushyapti ekan" deganlarida ular ham hayron bo'lishib, o'sha kundan o'sha yig'ini to'xtatishib, yig'ini yig'labdi, ovoz chiqarmay yig'langlar debdi-da. Salovat aytishibdi. Yana u bola menga o'sha kuniga kelar ekan, kelib qolib yana uxlab qolsa, hammasi kuzatibdi, o'tirganimiz hammasi xursand, ali ayol o'rtada ovqati kelayotganimizda ochiq. Hammasi xursand. "Kelinglar yigitlar, kelinglar, oy ahli qabr odamlari. Mana shu insonga, iymon e'tiqodli insonga biz hammamiz duo qilaylik" debdi. Hali yigitga duo qilishibdi. Duo qilgandan keyin uyg'onib ketsa tushi ekan. O'shancha iltimos, o'shetlarda ham aytamiz, u yomon ko'rinamiz. U qamchi bilan urar ekan siz dod deganingizda mayitni. Kitobda o'qiganimni aytyapman. Iloji boricha inna lillahi inna rajiun. Xudo xolasa hoji akalarga borib endi tasbihlardan olib, shu hammasiga tarqatib, Xudo xolasa tarqatib beraman. Tasbih o'tkirib o'tkisa, foydadan xoli basda. O'zi uniki o'ziga yetadi, sizniki ortiqcha bo'lar ekan. Yig'lavering. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ish bitardi, yig'lab, ovoz chiqarmay yig'lavering. Biroq qarshi bas siz yig'lashingizga. Biz ham yig'laymiz. O'tgan joyiga borib, men ham ko'z yosh qilaman. Yonida turaman. O'sha o'rniga o'zim qo'yaman. Hammamizning boshimizda bor. O'rtoqlar, o'shaning uchun hammamiz sinovdamiz. Sinovdamiz hammamiz. Shayton odamni sen bilmaysan deydigan qilib qo'yadi. Menga aytadiki, hali yoshsan deydi. Hali yoshsan deydi, yuraver deydi. Shaytonning vazifasi shuda. Ibodat qildirmaydi. Auzu billahi minash shaytonir rojim zikrilar uyga aytaman. Auzu eshitib qolsa, xotinga g'ulg'ula solib televizorlarda nima qilsa ekin deyaptimi? Ilmsiz prezident aytyapti-ku, ilmsizlik. Domlalar ishimay yuringlar, tushuntiringlar deyapti. Og'zini etkirmagandan keyin o'ldiradi, toj kerak ularga. Bolalar ketgan, bularni bolasi-ku. Sen nima qilding? Men zino qildirib, namoz buzdirib yubordim. Sen $200, $1000 ber. Sanchi ota bolani yo'masa xotinni o'ldirdim, o'sha tillo toshni berar ekan. Agar bu dunyoda tillo toshni bersin-da, insonlarga o'ldirib yuboradi. Xuddi shuni singari. Iloji boricha shunaqa qilaylik. Men da'vat qilayotganim yo'q. Men qabrga tayyorgarlik qilyapman, alhamdulillah. Aytyapti-ku, o'limda o'lganni ko'rasizlar deyapti. Ibrat olmaysizlar degani kelib, maylarga kelib,
keladigan joyini bir nima qilib, tayyorgarlik qil deyapti-da, shunga tayyorgarlik qilyapmiz. Biz 70 ga qarab ketyapti yoshimiz. Bizni tengilar yo'q deysizmi? Bor biz tengilar. Yalloq qilib yurgan. Mana eng baxtli odamman. Menga tosh hech nima kerak emas. Menga Allohim kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga jonim fido. Ya Rabbi, senga jonim fido. Ana yana bitta narsani gap o'taylik, mana aytyapti. Menga duo qilinglar, ijobat qilaman. Oyatini tilovat qilib biz duo qilamiz-u, ijobat bo'lmaydi deb da'vo qilamiz. U zot yurak qalbdan duo qabul bo'lmaydi. Qalblaringizni 10 ta sababli o'lgan deb ularni sanab o'tganlar. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Allohni taniysizlar-u, haqqini ado qilmaysizlar. Ikkinchisi, Allohni taniysizlar, kitobini o'qiysizlar, lekin unga amal qilmaysizlar. Uchinchisi, iblisni dushman deb bilasizlar, ammo uni do'st qilib olasiz. To'rtinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ramiz, ham da'vo qilasizlar, amallarini tark qilasizlar. Beshinchisi, jannatni yaxshi ko'ramiz deysizlar, ammo unga kirishga yaxshi amal qilmaysizlar. Oltinchi, do'zaxdan qo'rqamiz deb da'vo qilasizlar, tayyorgarlik qilmaysizlar. Naqadar go'zalligini qarangda so'zlardi. Yana aytyapti. O'lim haq deb da'vo qilasizlar, biroq unga amal qilmaysizlar. Hozirgi men gapirgan gapni gapiryapti. Kerakli maytda bir chekkada kelib 10 marta Ihlos surasini o'qib keting. Mashhurlarga ikki dunyoni saodatiga erishasiz inshaalloh. Shundan umidman men. Bu dunyoni matosidan kechganman. Menga mashina, uy, bola chaqa, qabrda ichiga tushib turibdi, mashhurda qoladi tepalarda. Mani do'stim hujjat qilib qo'yma shu gaplarimni. Mana mazzaqli qiblaga qarab oldim. Mendan baxtli odam yo'q ekanmi inshaalloh. Hali peshin namoziga boramiz. 8-si, boshqalarning aybi bilan mashg'ul bo'lasizlar, o'zingizni ayblaringizni bilmaysizlar. 9, Alloh bergan rizqni yeysizlar, unga shukr qilmaysizlar. 10-chi, o'liklarni dafn etasizlar, undan ibrat olmaysizlar. Mana o'sha artistlarni domlalarga Chilon gapirgan edi, o'shalarga yozib qo'yganim. Jonim ismida bo'lgan zotga qasam, iymon keltirmagunicha jannatga kirmaysizlar. Alloh yo'lida bir-biringizni yaxshi ko'rmagunicha komil mo'min bo'lmaysizlar. Sizlarni bir narsaga yo'llayman. Agar uni qilsangiz, bir-biringizga muhabbatingizni oshiradi.